Nomingizga firibgarlar kredit olishidan xavotirdamisiz? Endi bu xavfning oldini olish oddiy va oson. Avvalo, MyGov ilovasini Play Market yoki App Store orqali yuklab oling. Ilovadan foydalanish bo'yicha maxfiylik siyosati bilan tanishib, buni tasdiqlang. O'zingizga qulay usulda OneID yoki MyID orqali avtorizatsiyadan o'ting. MyID ni tanlaganda pasport seriyasi va raqamini, tug'ilgan kun sanasini kiriting. Kameraga yuzingizni to'g'rilab, shaxsingizni tasdiqlating. Muvaffaqiyatli kirishdan so'ng davom etish tugmasini bosing. Xavfsizlikni ta'minlash uchun PIN kod o'rnating va uni tasdiqlang. Biometrik ma'lumotlar asosida ham xavfsizlikni ta'minlashni tavsiya etamiz. Endi ilovadan foydalanish bo'yicha xabarnomalar olishni tasdiqlang va boshlash tugmasini bosing. Xizmatlar orasidan iqtisodiyot va biznes bo'limiga kirib, kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish xizmatidan foydalaning. Bunda faollashtirish tugmasini bosgan zahoti ma'lumotlaringiz kredit bitimi tuzishi taqiqlangan shaxslar reyestriga kiritiladi. Istasangiz, xizmat natijasi bo'yicha ma'lumotnomani yuklab olishingiz mumkin. Shuningdek, xizmat bo'yicha harakatlari tarixi bilan ko'rsatish tugmasini bosish orqali tanishsangiz bo'ladi. Agar taqiqni olib tashlamoqchi bo'lsangiz, xizmatni o'chirish tugmasini bosasiz. Xizmat faol holatda bo'lsa, hech kim nomingizga kredit rasmiylashtira olmaydi. my.gov.uz oson, tez va xavfsiz.